tilayman, umrlaringiz uzoq bo'lsin, ishlaringiz ham rivojini bersin. Hamma umr bo'lib aytgan sizlar faxrlanamiz. Farzandlarimiz sizga topshirganmiz. Xudo xolasa ingliz tilida va matematikani chiqarib berasiga umiddamiz. Oilaviy baxt tilayman, ota-onangiz baxtini hamisha sog'-salomat bo'ling. Gulmohiya tabriklayman. Bunaqa shaqari baxtli umr kechiringlar, farzandlaringiz baxtini sog'-salomat bo'lib yuringlar. Siz shunday hamma qizlarimiz sizni bilan birga sizni yaxshi ko'ramiz. Martaba bo'lsin, lekin niyatlarimizni yetilmaydi. O'qimishli farzandlar eskib chiqib, yana katta martabalarga erishgan vaqtda sizni bo'lsin deb quvonib o'rayman. Gulmohiyatni ham tabriklaymiz. Rahmat. Jamoamizda Ahmadin, shu filiallarimizning direktori, filiallarimizning boshlig'i Bekir Bali Shardan nasib etsa, yelkama-yel garza bilan eng oxirgi bitta cho'qqimizgacha yetib borish nasib etsin. Akmal, tug'ilgan kuningizni tabriklayman. Sizga ishlaringizga muvaffaqiyat, hamisha hamrohingiz bo'lsin. Shogirdlaringiz ko'payaversin. Gulmohiya, sizga ham eng chiroyli tilaklarimni tabriklab qolaman. Eng zo'r natijaga erishgan vaqtida shunday tabriklab yurish nasib etsin. Kelgusida o'qishingizni davom ettirib, bundan-da zo'r natijaga erishishingizga tilakdoshman.